Assalomu alaykum hammaga. Katta bolalar jentrasini olib olganmiz yumshatgani. Buni yumshatib sizlarga net pulga tushini sizlar bilan bir-bir ko'rib chiqamiz. Amortizatorlarni yechib olganmiz. Amortizatorlar 4 ta amortizator yangi bo'ladi, usulinni. Garantiyalari bilan qilib beramiz buni. 6 oyga garantiya beramiz. Aporalari yangi bo'ladi. Richaylarini yechib oldik. Richaylari o'zinikidan katta. Kobaltnikini moslab qo'yib beramiz. Orqa tiyagalarini yechib olganmiz. Orqa tiyagalarni ko'rishlaringiz mumkin. O'zinikidan ancha yumshoq, sifatli chiqqan, udarlarni o'ziga yaxshi qabul qilib oladigan katta sanni blo'dan qo'yib berganmiz. 12 talik sanni blo'larni almashtiryapmiz. 12 talik sanni blo'lari ham yangi bo'ladi bular ichida. Ruloviy mexanizmda qilmasa bo'lmaydi. Jentrani yumshatgandan keyin ruloviy mexanizmlarini bitta barmoqda buriladigan qilib chiroyli qilib beryapmiz. Balkalarni yuvib tozalab berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, o'zimizga Hadovoy sentrga murojaat qilishlari mumkin. Bularning hammasi sizlarga 6 oy kafolati bilan 2 400 mingga tushadi.